Assalomu alaykum, hurmatli o'rtoqlar. Mana bugun men bitta kecha bitta otaxon menga chiqib qoldi Telegram kanaldan. Menga juda ta'sir qildi bu narsa. Judayam ruhimni tushirdi, xafa bo'ldim. Chunki bilasizmi, insonni sevaman. Chunki insonga nisbatan bunday ishlar qilinishini men ko'tarishim, yuragim ko'tarishi juda qiyin. Shuning uchun ham 70 yashar Yo'ldoshev Olimjon aka o'sha odam menga chiqib o'zini dardini aytdi. Men kechadan buyon juda o'zimni yomon his qildim. Namangan shahrida nima bo'lib o'tgani bundan 22 yil burun, 23 yil burun 2002-yilda bo'lib o'tgan ekan. Uning o'g'lini, hali yosh ekan, o'g'li bittagina bolasi qolibdi, yetim bo'lib, o'sha o'g'lini o'ldirib yuborishibdi. Bu odamning gapi bo'yicha, Olimjon otaning gapi bo'yicha militsiyalar Namangan shahar shu politsiyasi qildi deyapti, militsiyasi deyapti. Ana shuni suhbatini sizga eshittiraman, keyin bu haqda yana to'xtalamiz. Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Uy ichida bola chaqalar hammalar sog' salomat yaxshi yurishibdimi? Mana shu bizniki Namangan viloyatida Minchinor mahallasida turardik. O'g'lim Yo'ldoshev Obidjon inkassator lavozimida ishlardi. Namanganda paxta bankida, markaziy bankka qarashlik. Shu yerda ishlardi. O'g'limni o'limiga sabab Namangan viloyati, Namangan shahardagi militsiyalarni mikrorayonda bir haliga yomon fohishalar bilan aloqa qiladigan militsiyalar ko'payib ketgan edi. Shu militsiyalarni ikkinchi xotinlikka olgan xotinini o'ldirishgan, o'ldirib meni o'g'limni o'sha otib o'ldirib bank qurol saqlash xonani ichida. Keyin enaketi o'g'lim bilan u ayol, o'lgan ayolni ikkalasini shu delasini bitta qilib o'zlaricha rasmiylashtirib o'shani bekitishgan. Namangan viloyat prokurorlari Barnayev, undan keyin respublika bosh prokurori Rashid Qodirov u paytda bo'lgan, 2002-yilda bo'lgan. Shundan bosh biror marta tergov ham o'tkazmagan. Mana shu o'sha 2002-yildan bosh biror marta bizni prokuraturani eshigi ichkariga dardimizni eshitib kira olmaganmiz. Hozir Ne'mat Yo'ldoshev bilan Svetlana Ortiqova degani bor. Uni oldiga ham hozir hech kirib dardimizni ayta olmaymiz. Biror marta tergov o'tkazmagan. Hammasini soxta dokument qilib, bular hammasi sudebniy ekspertizalarni ham hammasini o'zlari uyushtirib, o'zlaricha bular yashirishgan. Militsiyalar o'zini kirdikor, iflos ishini, jirkanch ishlarini mana o'g'limni boshiga qo'yib, mana ikkita nimani bir-biriga qilib turib, ikkita qotillikni sodir etgan militsiyalar. Namangan viloyat, Namangan shahar militsiyalari bo'lgan. U o'g'lim o'ylangan edi, bitta bolasi bor edi. Mana o'sha o'g'limni hozir o'g'li mana o'ylandi hozir. Endi mana hozir o'ylatib qo'ydik. Mana o'shandan bosh biror marta bu jinoyatni ochmasdan prokurorlar, respublika prokurorlari yashirib kelibdi. Dardimizni biror marta Shavkat Mirziyoyevga ham yetkazishmaydi, prezidentiga. Bu prezidentni ham o'sha nimasiga kirib biz dardimizni ayta olmaganmiz. Choqqacha hech qaysi dardimizni eshitmaydi. O'shanga sizlardan yordam beringlar shu ishga. Mana prezidentga xabari bormi yo'qmi shuni yetkazib beringlar, iltimos sizlardan. Mana O'zbekistonda ham bir mana shunaqangi militsiyalarni jirkanch ishlarini bir oshkor qilsak. Mana familiyam Yo'ldoshev, otim Olimjon, yoshim 70 da. O'shani bir YouTube'da chiqarib, bundoq nima qiling, yana ertaga ham agar nima qila olsam yo dushanba kunimi yana intervyu qilib bir chiroyli qilib turib
Men sizga yana bitta intervyu jo'natib qo'yishim ham mumkin. Shunga yordam bering opa, iltimos sizdan. Umidimiz sizdan bo'lib qoldi. Rahmat sizga. Bola chaqalarning orzu havasini ko'ring. Tinch bo'ling. Assalomu alaykum. Men sizga nima deb tushuntirsam ekan? Siz men aytgan gaplarimga ishonasizmi, ishonmaysizmi? Men sizga haqiqatni lekin aytaman, ishonsangiz, ishonmasangiz ham. Bu hukumat sizni nimangizni eshitmaydi, dodingizni. Bular sizni u jinoyatni ham ochmaydi. U jinoyatni ham hech narsa qilmaydi. Chunki bular bosqinchi hukumat hisoblanadi. Siz xalq buni nimagadir tushunmayapti. O 91-yilda Karimov tashqi dushman bilan til biriktirib, tashqi dushman tomonidan hokimiyat ichki dushmanning qo'li bilan bosib olingan Sovet hokimiyati va bular tashqi dushmanning ko'rsatmasi asosida o'shalarning Sovet xalqiga nisbatan yovuzlik siyosatini olib boradi. O'sha siyosatning ichida mana shu hududda yashayotgan Sovet xalqini qisqartirish siyosati ketadi. Sizni o'g'lingizni militsiya o'ldirsa, militsiya ularga ishlaydi. Sizni o'g'lingizni militsiya o'ldirsa, ular uni Artikovalar, Yo'ldoshev, Nigmatilla Yo'ldoshev bular uni ochmaydi. Chunki bularni tashqi dushman ko'rsatmasi asosidagi siyosati o'zi shu. Qanday qilib o'ziga o'zi qarshi turadi? O'zi shu siyosatni olib borish kerak. Har xil yo'llar bilan Sovet xalqini qisqartirish kerak. Lekin Sovet xalqini qisqartirish darajasida sen Sovet xalqi emassan, sen mustaqil O'zbekiston fuqarosisan deb aldaydi. Hech qanday mustaqil O'zbekiston yo'q, hech qanday mustaqil O'zbekiston fuqarosi yo'q. Biz haligacha Sovet grajdanlarimiz. O'shani ular sizdan yashiradi va sizni shu nima asosida, qonunsizlik asosida sizni ezib, sizni huquqingizni buzib, sizni yomon holatga olib kelib, sizni yeringizni ular tortib olmoqchi. O'sha tashqi dushman o'zini nomiga o'tkazmoqchi. Chunki yer Lenin va Stalin tomonidan oddiy xalqning nomiga o'tkazilgan. 1917-yilgi podshohini yiqqandan keyin, yiqib tashlagandan keyin bilasizmi shu narsalarni? Ana shu yerga huquqingiz bor sizni. Meni ham, sizni ham, sizni o'g'lingizni ham, hozirgi hammamizni. Lekin shuni bizdan tortib olish uchun ana shunaqa yomon ishlarni qiladi ular. Ular tashqi dushmanga ishlaydi. U Mirziyoyev bu gaplarni hammasini juda yaxshi biladi. Bilmaydi emas. Agar u sizni yoningizni olsa, siz oddiy odamsiz, o'sha yer egasisiz. Yer egasi, oddiy xalqsiz, kambag'al. Shuncha odamlarni kambag'al qilib qo'yibdi ular. Huquqini talab qila olmasin, o'zini o'zi himoya qila olmasin deb. Oddiy kambag'al xalqning tarafini olsa, uni prezidentlikdan xo'jayin olib tashlaydi. U sizni yoningizni olmaydi ular. Prokurorni ham olib tashlaydi, Artikovani ham olib tashlaydi. Ular o'sha siyosatni yonini oladi, ya'ni sizga qarshi turadi, siz bilan bizga qarshi turadi. Siz bilan bizga qarshi turish uchun ularni bu yerda katta lavozimga tashqi xo'jayin qo'yib qo'yibdi dushman. Siz shuni tushunmayapti O'zbekiston xalqi. Men sizga bir narsani aytishim mumkin. Yaxshi qildingiz, to'g'ri qildingiz. Menga bu narsani aytib, to'g'ri qildingiz bu narsani jamoatchilikka yetkazib, to'g'ri qildingiz. Qo'rqmang hech narsadan. Ularga bormang. Ular sizga yordam bermaydi. Prezident ham, u prokuror ham, u hozirgi hukumat vakillari. Lekin albatta Sovet hukumati tiklanadi, chunki ongli, bilimli odamlar Birlashgan Millatlar Tashkilotiga talab qo'yyapti, ana shu bosqinchilarni ol yurtimizdan, oldingi Sovet hokimiyatini qaytadan tiklaymiz, xalqni genotsid, ya'ni xalqni qirg'in qilishni, azob berishni to'xtat degan narsalar bilan chiqishyapti.
ongli bilimli odamlar O'zbekistonda masalan men necha marta chiqdim, Rossiyadan odamlar chiqyapti, boshqa joylardan chiqyapti, sovet xalqi hisoblanamiz biz hammamiz. O'shani natijasida yangi hokimiyat keladi, albatta keladi. Ana mana aytdi deysiz, ana nabiralaringizga ayting agar siz ko'rmasangiz nabiralar. O'sha paytda ana shu Namangan viloyatidagi haligi jinoyatchilar ana shu jinoyat uchun jazosini oladi. Nima uchun? Chunki bu jinoyatning sroki bo'lmaydi. Birovni birov o'ldirganning nimasi bo'lmaydi? Muddati bo'lmaydi. Qachon bo'lsa ham ochilsa javobini oladi. Bilasizmi, jazosini oladi. Albatta jazosini oladi, chunki bu juda ham katta bir yomonlik, xo'rlik insonga nisbatan. Men sizga shuni aytyapman, men bilaman chunki. Albatta jazosini oladi. Albatta men hozir ham siz ana shu murojaatingizni ko'rsatib, sizni ana shu nima joyingizni shunaqa yomonlik sizga nisbatan qilingan, xo'rlik, jinoyat qilingan sizga, sizni oilangizga nisbatan. Men buni albatta YouTube'da ko'rsataman, aytaman. Shuning uchun meni yana bir qaytarib aytaman maslahatim, ularga bormang. Ular sizga hech narsa qilmaydi. Ana shu internet saytlarda ayting, ana shu jamoatchilikka yetsin, shu yo'qolib ketmaydi, shu narsa insonlarni nimasida qoladi, esida qoladi, ongida qoladi. Masalan, ana men bildim bugun, yana birov biladi. Albatta yangi hukumat tuzilgan paytda hammasini kim nima ish qildi, bosqinchi hukumat davrida xalqqa nisbatan qanaqa zulm o'tkazdi, hammasini hisob kitobi qilinadi. Tushundingizmi? Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Juma yomlaringiz avvalambor qutlug' bo'lsin. Bo'pti, men sizni yaxshi tushundim. Siz bilan biz Sovet hukumatini odamimiz. Biz endi hammasini mana shu ko'rib bilib turibmiz. Shavkat Mirziyoyev diktatori, buni tuzumi haqiqiy o'sha Sovet hukumatida ham yomonlangan, hozir ham yomonlab keladi-yu, hozirgi odamlarni ongini, miyasini zaharlab bo'ldi bu tuzum. Shuning uchun odamlar tushunmaydi. Shuning uchun bu diktatorni taxtdan og'darish uchun mana shu meni gaplarimni, so'zlarimni hammasini butun o'zbek xalqiga yetkazaylik, Sovet hukumatini qayta qurishlikni ilojini topish yo'llarini axtaraylik, shunga kurashaylikki, shuni bir butun o'zbek xalqiga yetkazishda siz ham bir yordam bering. Mana shunaqangi ishlar O'zbekistonda mana shunaqangi jirkanch ishlarni qilayotgan bu hozirgi tuzum, diktatorlarni tuzumini hammasini shularni xalqqa yetkazib, xalqqa ongini o'nglab qo'yaylik. Shunga iltimos, sizdan shu gaplarimni xalqqa yetkazishda siz ham yordam bering. Bundan ilojim yo'q. Meni ham umidim o'shanaqangi bulardan najot yo'qligidan men sizga dod faryodimni aytyapman, shu farzand dog'ida kuyganim uchun. Shuni bu diktatorlikdan og'darish uchun shu xalqqa yetkazaylik, xalqqa o'nglansin. Miyasi zaharlanib bo'ldi o'zbek xalqini. Shularni ongini zaharlayapti haliyam. Yo'q, yolg'on safsata bilan, quruq gaplar bilan xalqi qo'njini puchong'oqqa to'ldiribdi. Bo'pti opa, rahmat sizga, ishlaringizga omad tilayman. Shuni iloji boricha mayli YouTube'ga chiqaraylik, xalq ham ko'rsin, ko'zi ochilsin o'zbek xalqimni. Rahmat sizga. Mana hurmatli o'rtoqlar, eshitdingiz otaxonning nidosini. Juda ham men chidayolmayman, yig'lagim keladi, chunki bunday bo'lishi mumkin emas. Bilasizmi? Shunday bir yosh yigitni o'ldirib yuborish, lekin unga hech kim javob bermasligi, bu nima, tarakanmi yoki bir qumursqami, qurt qumursqami, nimaga uni o'ldirib yuborib hech kim javob bermaydi. Insonni qadri O'zbekistonda ko'rdingizmi? Bu hukumat davrida, bosqinchi hukumat davrida chaqacha ham qadri yo'q. Inson darajasida emas, ko'rdingizmi?
Jismoniy shaxs buyumdan ham past baholanadi insonni qadri. Shunchalik ularda vijdon, uyat, hech narsa yo'q. Ular o'ylaydiki, bu xalq hech narsani tushunmaydi, bular hech narsani bilmaydi, bular o'sha o'qimagan, savodsiz, mol xalq, bular qo'ylar, bular baram, bular poda, bular hech narsani bilmaydi, tushunmaydi degan narsalarni ular qilyapti. Lekin keyin agar Sovet hukumati kelsa qochib ketamiz degan narsalarni o'ylayotgan bo'lsa kerak, u artiklar hammasi hech qayerga qocha olmaysan. Javob albatta har bir gunohning, har bir yomonlikning jazosi bor. Har kimki yomon bo'lsa jazo topqusidir degan Bobur. Lekin bu narsalar albatta hammasi inobatga olinadi. Ana shu Yo'ldoshev Obidjon yoshgina yigitning paxta bankida inkassator bo'lib ishlayotganida otib o'ldirilishi bu ko'rinib turgan narsa. Kimdir otib o'ldirgan, kim otib o'ldiradi? Oddiy xalqda qurol yarog' bo'lmaydi-ku, o'sha militsiya xodimlarida qurol yarog' bo'ladi. O'shalar tomonidan Namangan shahrida otib o'ldirilgan bu yigit 2002-yil, lekin bironta ana bu nima bosqinchi hukumatga bo'ysunadigan va bosqinchi hukumat ta'siridagi tuzumidagi bu prokuratura, sud hech qanday bu otaxonni dodini eshitmaydi ham, chunki bular tashqaridan o'rnatilgan bosqinchi hukumat hisoblanadi. Ana odamlar, siz tushunmayapsiz, tushunishga harakat qiling, o'zingizni haq huquqingizni ulardan talab qilmang, ular sizga haq huquq bermaydi. Ular sizni haq huquq berish uchun jismoniy shaxsga o'tkazib qo'ygani yo'q. Ular sizdan haq huquqni olish uchun Sovet grajdan degan huquqni sizdan tortib, bizdan tortib oldi, bilasizmi? Men qaytarib oldim o'zimni grajdanlik huquqimni, SSSR grajdan degan grajdanlik huquqimni tortib oldim ulardan. Tortib oldim, bilasizmi? Chunki men tushundim bularning yovuz niyatini. Tashqi dushman bilan til biriktirib bizga nisbatan qilayotgan, o'ylayotgan yovuz niyatini. Siz ham harakat qiling, har birimiz o'zimiz uchun o'zimiz javob berishimiz kerak. Ana otaxon oxirida tushundi, agar tushunmasda, agar boshiga shu kulfatlar tushmaganda, agar bu otaxon ana shu bosqinchi hukumatga million marta borib harakat qilgan dardini yetkazishga ular eshitmagan, uni ana shu narsalar uni boshida o'tmaganda, shu xo'rlanishlar o'tmaganda boshida, balki bular bu ham tushunmagan bo'lardi balkim, chunki bu o'z ko'zi bilan ko'rdi tuzumning qanaqa ekanligini, tuzumning nimaga qodir ekanligini, bu bosqinchi hukumatning nimaga qodir ekanligini o'z ko'zi bilan ko'rib, ana nima deyapti? Haqiqatda Sovet hokimiyati yaxshi edi. Haqiqatda biz Sovet hokimiyatini qaytarishimiz kerak, qaytadan o'rnatishimiz kerak. Chunki biz haligacha SSSR grajdanlarimiz va bizning davlatimiz haligacha Sovet Sotsialistik Respublikalar Ittifoqi Birlashgan Millatlar Tashkiloti nizomining 5-bo'limi 23-moddasida faqatgina ana shu hududdan SSSR davlatigina Birlashgan Millatlar a'zosi hisoblanadi. 1936-yilgi konstitutsiya asosida boshqa subyektlar yo'q. Boshqa agar ko'rsatilayotgan bo'lsa O'zbekiston Respublikasi Tojik, ular O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi bo'lib u yerda a'zo bo'lyapti. Nima? Prosta borib a'zo bo'lyapti. U degani Sovet Sotsialistik Respublikalar ichida borib a'zo bo'lyapti. Shuni orqasidan boryapti. U o'zi отдельно a'zo bo'layotgani yo'q. U отдельно a'zo bo'la olmaydi, chunki O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi bu Sovet Sotsialistik Respublikasining ichiga kiradigan bitta respublika hisoblanadi. Bildingizmi, bular o'sha yerda Sovet pasportlari, Sovet diplomatik pasportlari bilan borib o'tirishlari qulay bo'lishi uchun hamda bizni xalqimizni aldash uchun til biriktirib, o'sha yerdagi poraxo'rlar bilan til biriktirib, Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi shu ishni qilyapti. Ko'zbo'yamachilik qilyapti, nima deydi uni? Mutahamlik qilyapti, firibgarlik qilyapti, bizni xalqimizga nisbatan yolg'onlarni o'tirish uchun, yolg'on mustaqillik g'oyasini o'tkazish uchun. U yolg'on narsa. Shuning uchun men sizga aytmoqchimanki, bu albatta bu narsalarni srok davnosti, odam o'ldirganning srok davnosti bo'lmaydi. Albatta Sovet hukumati tiklangan paytda juda ko'p nimalar ochib tashlanadi, jinoyatlar kim qilgan bo'lsa, qaysi viloyatda, qaysi oblastda, qaysi rayonda kim qaysi jinoyatni qilgan bo'lsa, ayniqsa sudlar, prokurorlar, militsiyalar hammasi kim qaysi jinoyatni qilgan bo'lsa, insonga nisbatan, Sovet grajdaniga nisbatan qanaqa jinoyat qilgan bo'lsa, hammasi uchun Sovet davlatining oldida javob beradi. Men buni bilaman. Bilasizmi?
Hamma shuning uchun ham ular samozanity degan narsani kiritdiki, o'ziga javob bersin deb. Haligi yollanganlar, tashqi shirkatlarga yollangan, bular hammasi tashqi shirkat hisoblanadi. Sudlar ham, prokurorlar ham, Ichki ishlar vazirligi ham, O'zbekiston Respublikasi hammasi, Soliq qo'mitasi, bular tashqi shirkatlar. Ularga yollanganlarga nima dedi? Samozanity, o'zini o'zi ish bilan ta'minlash degan statusga o'tirdiki, biza javob bermaymiz degan ma'noda tepadagilar, haligi Mirzayevlar o'zlari javob bersin. Har bir odam qilgan qilig'iga, qilgan jinoyatiga o'zi javob beradi. Sen masalan nima deydi uni, byuro принудительного исполнения deydi. MIB deydi. MIBni xodimimisan, keldingmi biron sovet grajaniga nisbatan zulm o'tkazyapsanmi, sen o'zing javob berasan. Har bir qilgan ishing uchun o'zing javob berasan. Ana shunaqa deyapti ular, lekin hammasini shu g'oyalarni kiritib, yolg'on safsatalarni kiritib, bizni yurtimizda yolg'on siyosatni olib borayotgan O'zbekiston Respublikasi shirkatining yollanganlari ham hammasi ham javob beradi buning uchun. Keyin yolg'on sud qarorlarini chiqarayotgan tashqi shirkatlarning foydasiga esir grajaniga nisbatan yolg'on karательный deydi, nimalar qarorlar chiqarayotgan sudyalar ham hammasi javob beradi. Bar gildiyaga xizmat qiladigan, Britaniyaning bar gildiyasiga xizmat qiladigan sudyalar ham hammasi javob beradi. Men sizni qo'rqitayotganim yo'q. Men sizga haqiqatni aytaman. Haqiqat shuki, Sovet davlati qaytadan tiklanadi va har bir vatan xoini, har bir millat, har bir xalq dushmani xalq oldida, vatan oldida javob beradi. Ana shuni siz esingizda saqlang. Sog'-omon bo'ling. Siz bilan Toshkentdan Sovet Sotsialistik Respublikalar Ittifoqi Grajana Kadama Mehribon Karimova bo'ldi. Bugun 4-aprel 2025-yil. Bu bolani joylari jannatda bo'lsin. Men xafa bo'ldim. Rostdan ham xafa bo'ldim. Sizga otaxon sog'lik, o'zingizni tutib oling, uzoq umr, nabiralaringizni, evaralaringizni rohatini ko'ring, sog'-omon bo'ling.